Aka, assalomu alaykum. Charchanasizmi? Chaqirtirgan ekansiz aka. Ha, uka chaqirgan. Nimalar qilyapsiz uka? To есть Aka, bilet deb haligi. Boy boshlaganmiz aka. Hamyurtimiz Latif aka 11 aprel kuni boyga chayaptilar. Vladivostok o'zimizda o'zbekistonlik Latif aka hamyurtimiz Rossiya MFP ligasiga professional jangga arenaga chiqardi. Fitness arena. Fitness arenaga aka. Mana shuni eshitdim uka, qara. Поддержка deb yuribsan, mana xizmatchilar ham bor, haligi nima deydi? Abdusha Belobaqovat o'zimizda o'zbeklarni qo'llab-quvvatlaydigan bemalol chotga qara. Ikkita bilet menga shunday podarka qilasan xizmatchilarimga. Bittasini mana shu videoga layklang, bittasini tanlaymiz. Komment yozgandan keyin ikkinchisini tanlaymiz. O'zing nomingdan nima qilasan? O'zim nomdan ikkita bilet aka. Sizda obunachilaringizdan kelib 3 tasi olsa 4-sini besplatniy podarka qilaman aka. Har bitta kelgan 4 ta kompaniyaga, Har bitta kelgan 4 ta kompaniya 3 tasini pulini beradi, 4-si men o'zimdan podarka bo'ladi aka. mana shu nomerdagi svязga chiqinglar, bo'lib aka поддержка qilaylik. Bilet o'zimchalik qimmat emas. 700 ming shunaqa bo'lsa kerak. Telefon qilasizlar, yo'q gaplashamiz. Nega? Hozir проходите. Aka, musofirda yurgan aka-ukalarimiz O'zbekistonlik, Qozog'istonlik, Qirg'izistonlik, Tojikistonlik aka-ukalar kelinglar, podдержкада bo'linglar. Xudo xohlasa O'zbekistonning bayrog'ini chet elda musofirda birgalikda ko'tarish nasib qilsin aka-ukalar. Hammaga rahmat. Vladivostokdagi akalarga shuni videoni tashlab qo'yinglar. Vladivostokliklarga bitta cho'tki podдержка qilamiz akamizni. Uka bilmaysan-da, men faktichkilarimiz spasibo. Bo'ldi, tamom aka. Dush podдержка qiladi. Rahmat aka. Ishing bo'lsin.